ikkinchi etajga chiqib ketyapmiz. Mana sekin mana ikkinchi etajga chiqqanda mana yashigimiz bor. Mana shundan simib o'tgan mana akalar. Mana ayniqsa suvoqchilar iltimos mana shu burchakdan yog'och tutsalar, menga ramka qildiraman degdi egasi. Uni durilikka yiqilaman degdi. Mana bunday ketyapti mana siz ko'ryapsizlar mana. Kabel bor, uni uzib yuborsanglar, urib qo'ysanglar, o'zingizlar qilasizlar. Biz hozir kela olmaymiz endi. Har bir kelishimiz pulli. Mana. Mana. O'zingizlar mana burchakdan ketyapti mana. Ana bitta bor. Shunaqa chiqib ketyapti tashqariga. Mana ikkinchiga chiqadi 10 qo'lday xona. Mana 10 qo'lday xona mana. Bu yerda yo'q kabel. Ura olasizlar. Faqat o tepadan konditsionerga ketyapti mana shu. Mana. Ko'rdinglar-a, qanday ketgan mana. Endi ikkinchidan chiqqanda chap qo'lday xonaga kiramiz. Chap qo'lday xona mana. Ketyapti kabel mana. Televizor mana. Ko'rdinglar-a? Mana ona xonaga kiryapti. Tomga chiqarish xona. Ichida bu yerda ham yo'q, mana tashqarida. Faqat bu yerdan kirgan kabel mana shu xonaga. Mana. Mana. Shu yerdan glavniy kabel tushyapti 16 lik, ona. 16 tushib, pastga tushib ketyapti mana. Mana shuni urib qo'ymanglar, iloji boricha. Mana ketyapti hammasi. Mana. Iltimos akalar. Ikkinchi etajga mana chiqdik. Endi ona xona ham xuddi shunaqa mana ketyapti. Kirib ketishi hamma joyida.